Ayol qismatidan qissalar. Ushbu kitobdan Sharqning 3 mamlakatida ayol zotiga, ayol qismatiga bo'lgan munosabat aks etgan 3 ta asar joy olgan. Mazkur asarlar turli mualliflar tomonidan turli davrlarda, turli tillarda bitilgan, ammo mavzu bir, mohiyat ayni, taqdirlar o'xshash. Oltin qafas asirasi. Ingliz adibasi Jin Sessonning mazkur asarida voqealar arab mamlakatlaridan birining malikasi tilidan hikoya qilinadi. Roman dunyoning ko'pgina tillariga tarjima qilingan. Bu asarni o'qish jarayonida aslzoda xonadonga mansub arab ayolining xoyu hasham, ammo rutubat ichida kechgan hayoti, quvonch va tashvishlari, orzu va armonlari bilan yaqindan tanishasiz. Mana, hayotimdagi eng aziz inson, onajonimning nozik gavdasi tuproq va qum ostida qoldi. Onam dunyo bilan vidolashdi. Balki uning ruhi hozir allaqachon jannatda, ota-onasi va erta o'tib ketgan norasidalari davrasida orom olayotgandir. Biz onamni poyonsiz sahro bag'ridagi marhumlar makoniga yolg'iz tashlab, ortimizga qaytdik. Otam onamning o'limidan keyin biznikiga kelmay qo'ydi. Oradan bir oycha o'tib, Alidan otamning yana uylanayotganini eshitib qoldik. Bizning mamlakatda hatto kambag'al badaviylar ham 4 tadan xotin oladi. Shunday qilib, otam o'zining halovatchalaridan biriga uylanadigan bo'ldi. Uning ismi Randa va u mendan atigi 1 yosh katta bo'lib, bolalikda u bilan birga o'ynab katta bo'lgandik. Endi bolalik mening nazarimda juda olis va qo'l yetmas bir manzilga aylangandi. Onamning o'limidan 4 oy o'tib to'y bo'ldi. Men bu kunni hech qachon unuta olmayman. G'azabdan o'zimni bosa olmasdim. Nahotki otam 16 farzand hadya etib butun umrini unga bag'ishlagan mute va sadoqatli ayolning xotirasini shu qadar tez unutdi. Kitobdagi yana bir asarning qahramoni Sem unga hech qachon mehr bermagan onasi bilan shunday vidolashadi. 2001-yilning yanvarida Tara qo'ng'iroq qilib, onam Pokistonda vafot etganini xabar qildi. Go'shakni ilib, ho'ngrab yubordim. Yillar davomida meni ezib, xo'rlab, muhabbatini dariq tutib kelgan johil ayol emas, meni 9 oy vujudida ko'targan, ne azoblar ichida dunyoga keltirgan, umrining so'nggi damlarini mislsiz xastalik va uqubatlar ichida o'tkazgan. Ko'zlarida alam va iztirob ila mendan unsizgina uzr so'ragan munis onajonim uchun ko'z yosh to'kardim. Ayol qismatidan qissalarning har biri real hayotdan olingan bo'lib, undagi voqealar rivoji sizni qiziqtirishiga ishonamiz.